Bu ishni qilganingizdan vaqti kelib afsuslanishingiz mumkin. Bugun u vrachga, ertasi kun boshqa vrachga ko'rinib yuradigan odamlar afsuski oramizda kam emas. Sizlarga bir narsa aytmoqchimanki, hech qaysi shifokor bemorlarini 100% davolayman deb kafolat bera olmaydi. Chunki shifo Allohdan. Shifokorlar esa sababchi xolos. Misol uchun bir shifokor 100 ta bemor ko'rdi. Shundan 90 tasi shifokorning birlamchi ko'rigidan yaxshi bo'lib ketdi. Qolgan 10 tasi esa sog'lig'ida uncha o'zgarish sezmaganligi uchun ikkilamchi ko'rik uchun aynan o'sha shifokorning o'ziga murojaat qilish kerak. Shundagina ikkilamchi ko'rik orqali albatta dardlariga shifo topishadi. Birlamchi shifodan davo topmagan ko'pchilik odamlar esa vrachlarini almashtiradi, ya'ni boshqa vrach ko'rigiga boradi. Bu esa bemor uchun foyda o'rniga zarariga ishlaydi. Shuning uchun har doim bitta shifokorga bordingizmi, ixlos bilan oxirigacha uning davo muolajalarini davom ettirishga harakat qiling. Shifokor o'zgartirish esa har doim ham to'g'ri yo'l emas. O'zingizni ehtiyot qiling. Bizni kuzatishda davom eting.